mana shu ibodat borasida umra safariga chiqilgan paytda ozgina kunlarini bir qiziqtirishlik uchun, ularni to'plab gaplashishlik uchun qilingan tadbirlar ko'p muhokama bo'ladi. Ya'ni videolarda asosiy qo'yishdan maqsad birodarlar shu odamlarni bu joyga targ'ib qilishlik. Ikkinchisi jamoalar bilan kelgan hoji tog'alar, hoji onalar, onalarini, oilalarini, masalan, aka opalarini yoki ota-onalarini jo'natgan insonlar ularni ko'rib, ha, alhamdulillah mana bu yerda ekanda deyishligi uchun qo'yiladi. Ya'ni bu safargi vazifalarimizni ham alhamdulillah juda chiroyli qilib yakuniga yetkazdik. Alloh taologa hamd bo'lsin. Ming bor uzr so'rayman. Bunaqa uzoq gapirmasdim, gapirib yubordim. Inshaalloh yakshanba kuni ko'rishib qolamiz birodarlar. Yakshanba kuni ko'rishib qolamiz. Hammaga Jiddadan salom. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.